Ikkinchi jahon urushida O'zbekistonning g'alabaga qo'shgan hissasi. 6,5 million O'zbekiston aholisidan 1,5 millioni frontga ketgan. 500 ming kishi qaytib kelmagan. 640 ming kishi esa yaralangan. 120 mingtasi orden va medallar bilan taqdirlangan. 280 tasi qahramon unvonini olgan. Urush davrida 1,5 million qochqin kishi O'zbekistonga qabul qilingan. Qochqinlarga 135 ming kvadrat metrdan ortiq yashash maydonlari berilgan. Ularning 300 mingdan ortig'ini bolalar tashkil etgan. 4500 dan ortiq bola o'zbek oilalariga qabul qilingan. Xususan, Shomahmudovlar oilasi 15 ta yetim bolani, Samadovlar oilasi 13 ta, Qosimovlar oilasi esa 10 ta. O'zbekistonga 100 dan ortiq sanoat korxona evakuatsiya qilingan. Turli sohalardagi yana 280 ta sanoat korxonalari bunyod etilgan. Toshkent va Toshkent viloyatida 55 ta korxona, Farg'ona vodiysida 22 ta, Samarqandda esa 14 ta korxona. Frontga jo'natilgan samolyotlar soni 2090 ta. Aviamotor 17342 ta. Minomyot 1,7 million ta. Tanklarga qarshi zaxira qismlari 27 ming. Kimyoviy himoya jamlanmalari 60 ming. Minalar 22 million. Snaryadlar 560 ming. Aviabombalar 2,318 million ta. Granatalar 1 million ta. Broni poyezdlar 5 ta. Harbiy sanitar poyezdlar 18 ta. Harbiy dala oshxonalari 2200 ta. Gimnastyorkalar 7,518 million ta. Paxtali telegreykalar 2,639,700 ta. Echki va botinkalar 2,221,200 ta. Mudofaa fondiga 650 million rubldan ortiq hissa qo'shilgan. 4,226 million rubldan ortiq pul zayomi. Frontga jo'natilgan mahsulotlar: quruq mevalar 35,200 tonna, uzum 57,444 tonna, kartoshka 108,000 tonna, guruch 195,000 tonna, don 1,60 million